bo'yi bilan vesi bir xil bo'lishi standart deyiladi. O'shaning qanaqa misol uchun 180 sm bo'ylari, a veslari, vaznlari 80 kilogramm. To'g'rimi o'zi? Normal hisoblanadi. Bir ideal vazn yo'q-ku. Masalan, meni bo'yim 1.65. Lekin men 65 kiloda juda ozg'in bo'laman. Menga 68 kiloyim yoqadi. To'g'risida, xuddi shunaqa kimdadir o'sha 68 kilo juda semiz ko'rinadi. U tanani proporsiyalariga qaraydi, kimdadir beli uzun, kimdadir oyoq uzun. Masalan, shuning uchun proporsiya qaraydi. Aynan mana shunaqa bo'lish kerak emas. Siz o'zingizni tanangizda komfortni his qilyapsizmi? Hansiramayapsiz, bemalol yurib yuribsiz. Ichqatingiz og'rimayapti, bo'g'imlaringizga nagruzka, o'sha tana vazni siz uchun zo'r deb bilaman. Masalan, ko'plar aytadi, men deydi, bo'yim 1.65, men lekin 55 kilo bo'lgim keladi deydi. Unga o'sha zo'r. O'sha zo'r hisoblaydi o'zini. Shunchada yuraversin. Masalan, men uchun nabarot bo'y 1.65 bo'lib turib 55 kilo vazni bo'lsa, men uchun u juda ham ozg'in ayol. Masalan, standarti krasota hammada har xilda. Kimdirga juda ozg'in bo'lish yoqadi. Kimnikidir o'rta, kimnikidir do'mboq. Bu har bir insonning o'ziniki, lekin sog'liq nuqtai tomonidan qaraganimizda har doim o'rtasi yaxshi. Masalan, IMT deymiz, indeks massa tela 25 dan oshib ketmadimi, siz normal hisoblanasiz. Hammada har xil.